Bu videonu Xorazm ayolları bitirib vermeyimiz. Sebebi sizler bilen bugün feyizli bir xanadanımızın zamonaviy perdelerini obzor etamiz. Narxlari bilen albatta. Bu perdelerini kim tikkan deysizmi? Perdeler Dinara Collection tomonidan tikilgan. Dinara'nın işlerine her daim qoyil qolaman uchun desa her daim nera varsa yangilik yaratib yuradilar. Yine bu xonamizni modern fasonda etib berdik. Turlarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Swarovski qosh, bretsetga panolarimizni qaranglar. Taza chiqqan panolarda etib berdik. Yine ko'rishlaringiz mumkin. Skvatkalarimizni dona-dona bo'lib turishlarini qaranglar. Eng xo'sh va eng sifatli perdelar Dinara Collection'da topaverasizlar. Haqiqatdan Dinara her daim kamtarlik qiladilar, lekin bir marta zakaz qilgan albatta yana kelib Dinaraga zakaz beradi. Xonalarni alohida neoplastik uslubida xo'sh perdelarni tikib berdilar. Endi menga bir narsa qiziq bo'lib turibdi Dinara. Bu perdelarimiz necha so'mga tushdi bir perdangiz? Bunimiz Chanel matodan otildi. Turlarimiz ham tureski. Lekin 1,5 milyon bo'ldi. 1,5 milyon bir aynası. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerimiz holimizni interyerini qarab, sho'rina svetlaridan kelib chiqib, shunday narsalarni chiqardik. Turlarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Hali hech kimda yo'q turlar. Dum xo'shay bo'lib, akkuratli bo'lib chiqdi. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Haqiqatdan xonadonimizni hashamdorligini ko'rib qo'shib turibdi perdamiz obunachilar. O'zingiz ko'rib turibsiz obunachilar. Perdeler Dinara Collection her doim yangilik qilishdan charchamaydi. Aynan to'y sezoni boshlangani munosabati bilan to'ycha kağalarımız için, taza joyga chiqqan obunachilarimiz için hamyonbop narxlarda sizlar uchun ham shunday xushro'y perdelarni tikib beradilar. Agarda qiziq bo'ladigan bo'lsa, profillara telefon raqamlarini qoldiramiz. Aynan tikuv-xonasi Urganch Ray Center bozorimizning 2-qavatida joylashgan. Barchangizga perdeler Dinara Collection xizmatlarini tavsiya qilamiz. Bu videoni Xorazm ayolları bitirib vermeyimiz. Sebebi sizlar bilan bugün feyizli bir xonadonimizning zamonaviy perdelerini obzor etamiz. Narxlari bilan albatta. Bu perdelarni kim tikkan deysizmi? Perdeler Dinara Collection tomonidan tikilgan. Dinara'nın işlerine her daim qoyil qolaman uchun desa her daim nera varsa yangilik yaratib yuradilar. Yine bu xonamizni modern fasonda etib berdik. Turlarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Swarovski qosh, bretsetga panolarimizni qaranglar. Taza chiqqan panolarda etib berdik. Yine ko'rishlaringiz mumkin. Skvatkalarimizni dona-dona bo'lib turishlarini qaranglar. Eng xo'sh va eng sifatli perdelar Dinara Collection'da topaverasizlar. Haqiqatdan Dinara her daim kamtarlik qiladilar, lekin bir marta zakaz qilgan albatta yana kelib Dinaraga zakaz beradi. Xonalarni alohida neoplastik uslubida xo'sh perdelarni tikib berdilar. Endi menga bir narsa qiziq bo'lib turibdi Dinara. Bu perdelarimiz necha so'mga tushdi bir perdangiz? Bunimiz Chanel matodan otildi. Turlarimiz ham tureski. Lekin 1,5 milyon bo'ldi. 1,5 milyon bir aynası. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerimiz holimizni interyerini qarab, sho'rina svetlaridan kelib chiqib, shunday narsalarni chiqardik. Turlarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Hali hech kimda yo'q turlar. Dum xo'shay bo'lib, akkuratli bo'lib chiqdi. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Haqiqatdan xonadonimizning hashamdorligini ko'rib qo'shib turibdi perdamiz obunachilar. O'zingiz ko'rib turibsiz obunachilar. Perdeler Dinara Collection her daim yangilik qilishdan charchamaydi. Aynan to'y sezoni boshlangani munosabati bilan to'ycha kağalarımız için, taza joyga chiqqan obunachilarimiz için hamyonbop narxlarda sizlar uchun ham shunday xushro'y perdelarni tikib beradilar. Agarda qiziq bo'ladigan bo'lsa, profillara telefon raqamlarini qoldiramiz. Aynan tikuv-xonasi Urganch Ray Center bozorimizning 2-qavatida joylashgan. Barchangizga perdeler Dinara Collection xizmatlarini tavsiya qilamiz. Bu videoni Xorazm ayolları bitirib vermeyimiz. Sebebi sizlar bilan bugün feyizli bir xonadonimizning zamonaviy perdelerini obzor etamiz. Narxlari bilan albatta. Bu perdelarni kim tikkan deysizmi? Perdeler Dinara Collection tomonidan tikilgan. Dinara'nın işlerine her daim qoyil qolaman uchun desa her daim nera varsa yangilik yaratib yuradilar. Yine bu xonamizni modern fasonda etib berdik. Turlarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Swarovski qosh, bretsetga panolarimizni qaranglar. Taza chiqqan panolarda etib berdik. Yine ko'rishlaringiz mumkin. Skvatkalarimizni dona-dona bo'lib turishlarini qaranglar. Eng xo'sh va eng sifatli perdelar Dinara Collection'da topaverasizlar. Haqiqatdan Dinara her daim kamtarlik qiladilar, lekin bir marta zakaz qilgan albatta yana kelib Dinaraga zakaz beradi.
xanalarına alohida neoklasik usulda shunday xo'sh pərdalarni tikib berdilar. Endi bana bir narsa qiziq bo'lib turibdi Dinara. Bu pərdalarimiz necha so'mga tushdi bir pərdangiz? Bunumuz Chanel matadan atıldı. Tüllerimizden turetski. Lekin 1,5 milyon oldu. 1,5 milyon bir 1,5 aynası. milyon. Gap bo'lishi mumkin emas. Bir yerimiz hol. Holumuzni interyerine qarab, şöyle svetlerinden gelip çıkıp şunu narsalarni çıkardık. Tüllerimizni görüşleriniz mümkün. Hali hiç kimde yok tüller. Dum hoşray bolup, akkuratli bolup çıktı. Özleriz görüp bu haber öğretiler. Haqiqatdan xonadonimizni hashamdorligini ko'rib qo'shib turibdi pardamiz obunachilar. O'zingiz ko'rib turibsiz obunachilar. Pardalar Dinara Collection har doim yangilik qilishdan charchamaydi. Aynan to'y sezoni boshlangani munosabati bilan to'ycha kağalarımız için, toza joyga chiqqan obunachilarimiz uchun hamyonbop narxlarda sizlar uchun ham shunday xushro'y pardalarni tikib beradilar. Agarda qiziq bo'ladigan bo'lsa, profillari, telefon raqamlarini qoldiramiz. Aynan tikuvxonasi Urganch Raycenter bozorimizning 2-qavatida joylashgan. Barchangizga Pardalar Dinara Collection xizmatlarini tavsiya qilamiz.